Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xudo xolisa navbatdagi ishlarimizni ham tugatib oldik. Andijon viloyati Shahrixon tumaniga olib kelib qo'yganmiz. Xo'p, bu yerimiz uzunligi 13,5 metr, bo'ylari 280 bo'lgan. Ustunlarimiz ham 5 chok holatda alkofon bilan bukib berganmiz. Xo'p, bu yerimizni Kalionning 06 aynadan qilib berganmiz, 2 qavat paket qilib. O'rtasiga ustunlarni balkon profildan qo'yib berganmiz. Xudo xolisa ustunlarni 5 chok qilib alkofon bilan uradik. Bu yerimizda 5 ta oraliq bor. 1, 2, 3, 4, 5 ta oraliq. Bu yerimizga 2 qanotli eshik qo'yib berganmiz. 285 ga 280. Eshigimizni 140 ga 70 dan qanot qilib berganmiz. Qanotlarni ham balkon profildan qilib berganmiz. Ruchkalarni ham yaxshisidan qo'yib berganmiz. Kalitlarni ham 5 talik zapaskaga bemalol ishlata olinadi. Xo'p, bu yerda 230 dan 2 ta romimiz ham bor. Keyin ichkarilardan bir qator ko'rinishini ko'rsataylik. Xudo xolisa videoni ko'rib tursanglar, narx-navosini oxirida aytib o'tamiz. Xo'p, ichkarida ustunlarni ham alkofon bilan urab berganmiz. Chiroyli qilib. Aytganimdek, yaxshi 2 qavat oq aynak Kalionning qilib berganmiz. Kalionning qanaqa oynak? Bu Kalionning pishgan oynak bo'ladi, ancha-munchaga sinib ketmaydi. Xom aynak bor, u chaqnab yollaydi. Bularimiz chaqnamay to'qolanib ketadi sinsa ham. Odamga ziyoni yetmaydi. Eshiklarimizni ham chiroyli qilib berdik. Xo'p, robotdan kirganda 3 metrlik romimizga seriya oyna qilib berganmiz. Ancha-muncha ichkari ko'rinmasligi uchun. Seriya oynaga oq paket qilib berganmiz. Buni ham Kalionning qilib berganmiz. Chekada ustunlarimizni ham chiroyli qilib bekitib o'rab qo'ydik. Xo'p, bu yerimizni kvadratiga keladigan bo'lsak, jami 37,8 kvadrat chiqdi. Bu yerimiz 700 ming so'mdan kvadrati 26,500,000 so'mga to'xtadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolisa chiroyli qilib olib borib, varianti sifatli ishlar bo'lsa, bizga aloqaga chiqa olasizlar. Akfa profildan foydalanganmiz. Xudo xolisa sifati ham zo'r.